Assalomu alaykum qizlar. Hammanglar yaxshimisizlar, sog'misizlar? Bugun sizlar bilan biz trikotaj matosidan futbolka tikishni o'rganamiz. Avval biz futbolka tikish uchun erkin asos andoza tayyorlab olishimiz kerak. Va erkin asos andozadan futbolkaga qo'shimcha haqlarni qo'shib, chok haqlarini berib biz matoga qo'yib bichib tikamiz. Xo'sh, boshlaydi. Bizga kerakli bo'ladigan o'lchovlar. Men klientimdan 3 tagina o'lchov o'lchab olganman. Mana shu o'lchovlar yordamida biz futbolka tikamiz. Men kam o'lchaganman, aslida ko'proq o'lchashimiz kerak edi. Lekin menda oldingi razmerlari borligi uchun men 3 tagina o'lchovni olib qoldim. Bular nima? E'tibor berib qaraymiz. Razmer 106, yelka kengligi 43 sm va futbolka uzunligi 85 sm. 85 sm uzunlik qiladi, 80 sm olaman men. Chunki 85 уже tonikaga kirib ketadi. Razmerdan ko'rinib turibdiki, gardalik to'lachadan kelgan ayol 106 degani bu 52 razmer yoki 54 razmer degani. Endi qaranglar qizlar, nimadan boshlaymiz, qanday qilamiz? Birinchi bo'lib andoza chizishdan boshlaymiz qizlar. Andoza chizish hozir kalka qog'ozga. Hammada kalka qog'oz bor va kalka qog'ozga birinchi bo'lib biz andoza chizib olamiz. Kalkani bo'yini o'lchaymiz, adashmasam 80 sm bo'lardi. 83 sm ekan va eniga 106 bo'lsa bizga yarmi kerak bo'ladi. 106 sm yarmi 53 sm, 54 yoki undan oshiqroq bo'lgani yaxshi. Ha, bo'ldi. 60 sm. Bizga hozircha bitta kalka yetadi. Bir dona kalkadan oddiygina erkin asos chizib olamiz va bu yordamida biz xohlagan turdagi futbolkamizga aylantiramiz. Juda ham oddiy, murakkab bichimdagi asos andoza emas, vitishkasiz trikotaj asos andozamiz. Boshlaymiz. Birinchi bo'lib tanaga, ya'ni qomatga loyiq qilib andoza chizib olamiz va uni o'zgartirishni sizlar bilan o'rganamiz. Xo'p, futbolkamiz uchun bunaqa lineykalar kerak bo'ladi. Buni matoga qo'yamiz bu qog'ozimizga. Har doim aytgandek qalamda chizamiz qizlar. Noto'g'ri chizib qo'ygan bo'lsak, o'chirib to'g'rilashimiz uchun. Demak, boshladik. Birinchi men uzunlikni olaman. Futbolkada orqa oldi asosni bo'ylarini bel uzunliklaridan teng olsak bo'laveradi qizlar. Demak, boshladim. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib qilsanglar, bemalol chiqaveradi. Keyinroq to'q qilib sizlarga yana ko'rsatib beraman. Qora qalamda chizishni boshladim. Umumiy uzunligini 80 sm qilib olaman. Men klientni o'lchab olgan metrimdan foydalanyapman qizlar. Mana shunaqasiga e'tibor berib qo'yamiz. Yaxshi ko'rinyaptimi? Xo'p. Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Demak, boshladik. Birinchi uzunlikni olamiz. Oldik. Endi umumiy uzunlikdan keyin biz yelka kengligini olamiz. Bizda yelka kengligimiz 43 sm. Bu klientimiz o'zini yelkasi qizlar. Agar bilsanglar, trikotaj kiyimlarimiz, futbolka bo'ladimi, ko'ylak bo'ladimi, tonikami, har qanaqa holatdagi futbolkalarimiz, trikotaj kiyimlarimiz ko'p holatlarda, 100% emas, ko'p holatlarda yelkadan qo'l tarafga ozgina tushib turadi. Chunki kengroq bo'ladi. Tor bo'lmaganligi uchun. Hozir biz yelkani o'zini olamiz. Keyin qo'shimchalarni qo'shib ketamiz. 43 ni yarmini olamiz, 21,5 bo'ladi. 21,5 sm bu yerdan ham chizib olaman. Boshida ozgina oshiqcha joyi borligi uchun. Boshladik. Umumiy yelkani yarmini olyapmiz. Bitta yelka emas. 21,5. Va sheshizi, ya'ni bo'yin o'miziga biz 7,5 sm olamiz. Yelka qiyaligi uchun trikotaj matolarimizga oldiga 2,5 sm yetadi. Chunki bular yopishmagan. Yopishgan kiyimlarga hisob kitoblar bilan chiqaramiz. Va oldi ochilishini 15 sm deb oldim. Juda ham bo'g'ilmaydi, anaqa xohlamaydi, yopishib turgandi va chiroyli qilib bu tarafdan foydalanib oldini tumaloq shaklini chiqarib olamiz. Fitnes zaliga kiyish uchun qizlar bemalolroq, bo'g'ilmasdan kiyishni xohlaydi. Mana oldi ochilishini chiroyli qilib chiqarib oldik. Endi bizga bel uzunligi kerak bo'ladi. Qizlar, bel uzunligi 42 sm. Mana bu tarafdan menga hozir bu yerda kerak emas, o'zi asli maylim, shu yerdan qilaverasiz, sizlarga tushunarliroq bo'lsin. 42 sm. 42 sm da bel chizig'ini to'g'rilab olamiz. Buni birato'la materialni o'ziga qilsanglar ham bo'ladi, lekin andoza bilan qog'ozga tayyorlab olganinglar sizlarga yaxshiroq bo'ladi qizlar. Endi qaranglar. Futbolkada faqat kiyim, ko'ylakda emas, faqat futbolkada bel uzunligini teng yarmini pro'ma uzunligi qilib olsak bo'ladi. 42 sm bo'lsa, yarmi 21 sm bo'ladi. Ya'ni 42. Yarmi 21 sm qilib yeng o'mizini chiqarib olamiz. Pro'ma uzunligi
Ko'p holatlarda, ayniqsa tug'ruqchadan kelgan ayollarimizga bu kichik kamlik qiladi. 2 ga bo'lib 1 santimetr qo'shib olaman. Chunki qo'llari ham ularni katta bo'ladi, bilagi aylanadi. Oxirigacha chizib oldim. Demak, pro'yma uzunligini topdik. Balandligini. Endi bizga ko'krak kengligi kerak bo'ladi. Bizda ko'krak aylanamiz 106 santimetr bo'lsa, hisoblayman maytga. Mana 106. Uni 2 dan 1 53 va uni yana yarmi 26,5 santimetr bo'ladi. Demak, bu butun aylana, bu 53 yarmi, oldi orqani yarmi, bu 26 yarim, uni yarmi. Bizga mana bu yarmi, ya'ni 4 dan 1 kerak bo'ladi. Bizga 26 yarim bo'lsa, unga qo'shimcha pribavka qo'shib olamiz. 1,5 santimetr qo'shib olaman men hozircha. 1,5 santimetr qo'shganda 28 santimetr bo'ladi. Demak, hozir mana shu holatda qomatiga to'g'ri qilib chizyapmiz. Kenglik haqlarini keyinroq beramiz. Endi chiroyli qilib bunga pro'yma chizib olamiz. Mana. Bu tarafini oldiga chizib. Oldiga bu yog'i yaxshi to'g'ri keladi. Lineykamiz ko'ylaklarga to'g'ri kelmaydi qizlar bu. Sababi ko'ylaklarimiz alohida bu boshqa nima mavzu bo'ladi. Endi xohlasanglar ayollarimiz uchun belga ozgina kirib ketishimiz mumkin. Mana shu holatda mana 28 dan etak qismiga to'g'ri chiziq yursak bo'ladi. Va mana shu yerda 1 santimetr ichkariga kirib, uni lineykani olib bermang, ingichka peshog'ini. Ha. Ozgina qomatga urg'u berish uchun mana ozgina kirib ketsak, har qanday holatda ham emas. Hammasida ham to'g'ri kelmaydi. Qaranglar. Chiqib, yog'ni to'g'ri qilib tashtirib ketamiz. Bu futbolka. Agar sizlar mayka yoki yopishgan ba'zi narsa tikmoqchi bo'lsanglar, mana shu holatda qilsanglar bo'laveradi. Chiroyli chiqaveradi. Endi orqaga o'tib ketamiz. 26,5 ni biz pribavka plus 1,5 qo'shdik. Bu yoqqa ham xuddi shunaqa qilib qilamiz. Va mana shu joydan davom ettirib ketamiz. 28 qildik. Va bekitamiz korobkamizni. Menga o'tdan qizil bilan qora flomasterda bergan, yo ko'kni yo qorani qizil bilan qimirlatyapsa sizsa ham. Qimirlatma stolda. Shu stolga o'tirib. Mana. Hozir bitganda flomasterda ko'rsatib beraman sizlarga. Endi bu oldi va bu orqa. Orqaga ham xuddi shuni qaytaramiz qizlar. Yelka kengligimizni 43,5, 21,5 deb oldik. Mana bu belgilar qo'ygan joyimizdan bu yoqqa qaratib 21,5 da yuramiz. Rosa ham oson qizlar. Yurganimizdan keyin chiroyli qilib mana bu tayyor lineykada mana bu qiytiqroq, mana kirganroq joy oldi qizlar. Primoy tushgan joy orqa, xuddi mana shu orqa oldi nimaga pro'ymaga to'g'ri keladi. Mana shundan foydalansanglar bo'ladi. Endi yelka qiyaligimizga oldiga necha tushdik? 2,5 santimetr tushdik. Orqaga endi 1,5 santimetr tushamiz. Shishimiz 7,5 edi. Ya'ni bo'yin o'mizimiz. Buni tutashtiramiz chiroyli qilib. Tutashtirganimizdan keyin orqamizni futbolkaga lineykada bo'ladi qilsa. Ba'zi bir keng uslubdagi ba'zi bir ko'ylaklarga qilsak to'g'ri kelaveradi qizlar. Bo'ynimiz uchun 2,5-3 santimetr qilib olamiz. Men klientimga 3 oldim. Sababi 1, 2, 3 kataylarimiz har biri 0,5 santimetrdan bo'ladi. Sababi to'lachadan kelgan bo'yinning orqa qismida ham yog'lar normalniy dam qaytadi. Ashuncha hisobga olib qo'yasizlar. Ashuncha har bir inson, har bir mijoz individualniy deb men aytaman. Bir-biriga o'xshamaydi. Xohishlari, tanasi hech qayeri. Endi bunda ham ko'rsatib o'tib ketaveraman. 1 santimetr figura chiqarib kirgizishimiz mumkin. Faqat mumkin, har doim demayapman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, buni chiroyli qilib tutashtirib beramiz. Mana shu andozadan sizlar bemalol chiroyli ba'ziviy ichlarga maychkalar tayyorlab olishinglar mumkin. Endi men ajratib beraman sizlarga chiroyli qilib. Buni qizil flomasterda oldimiz. Mana. Sizlar yaxshiroq ko'rinishi uchun lineykani mana shu yerdan foydalanganmiz. O'zi tushadi. Uzun lineykani qilamiz. Nima vasat? Nima qo'yib olyapsan endi? Mana. Qo'yma. Bu tarafini ko'kda chizib olaman.
hozir qo'qqisdan menga shunaqa zakaz tushib qoldi. Sizlarga o'rgatib o'tib ketay deb ilindim. Bu yaxshi yozmayapman, boshqasi bormikin? Tugagan shekilli chiqmayapti. Yo'qmikan? Ko'paydi. Yo'q, kattasi bo'lmaydi. Xo'p. Ko'rinish uchun mana shunaqa qilib qilsam, menga ko'proq yoqadi qizlar. Chunki chiroyli, akkuratniy bo'ladi-da. Qandaydir sifatli chiqadi ishlar. Bunaqa joylar burchak bo'lib qolmasin, chunki inson tanasida burchakli joyi yo'q. O'zinglar chiroyli yumaloq qilib ishlov berib ketasizlar. Mana bu oldimiz oson. Tikuvchi bo'lishinglar shart emas. Chevarga borib, ichinglardan kelgan oddiy maykani, bazaviy maykani kostyumlar ichidan kiyasizlar-ku. Mana shuni ham tikuvchiga borib 50 ming, 80 mingga tiktirishlar shart emas. Xuddi shunaqa qilib tiksanglar, hech qanaqa bitishga kerak emas. Hozir material haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Trikotaj cho'ziluvchan materialdan qilsa juda ham chiroyli chiqaveradi qizlar. Xo'p, endi plastirim o'zi ishlamay qolibdi. O'zi orqasidagi ruchkasidan ishlatib ko'raychi. Chiqib qolsa yaxshiroq, sizlarga yaxshiroq ko'rinadi. Yo'q, bu yoqni ham ishlamay qoldim, tashlab olaveringlar. Ishlamay qolibdi. Mana buni ham qizilda orqani ajratib, sizlarga boshqacha ranglarda chizib bermoqchi edim. Yoki tor yopishgan futbolka kiyginglar kelsa ham mana shundan foydalansanglar bo'ladi. Hozir men qilmoqchi bo'lgan sal kengroq turadigan, o'ta keng emas, oversize emas, bunaqaga tushmaydi. Mana shuni tayyorlab olamiz-da, o'zgartiramiz. Yana ham bitta chiqardim. To'lachadan kelgani uchun mana bunaqa joyda tasavvur qilasizlar, ayollar qo'lini orqa qismida yog' to'plangan yer bor. Kremtingizni tanasini ko'z oldingizga keltirasizda, ana shunga qarab qolipini chiqaraveramiz. Demak, mana ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Inshaalloh bitta hozir yarim soat bo'lib ketadi. Demak, bu bizni oddiygina trikotaj asos andozamiz. Eng oddiy qizlar, bunaqa andozlar 100 xil, 1000 xil, faqat men sizlarga eng oddiy, hozir o'zim foydalanadiganimni ko'rsatyapman. Bu orqa, bu oldi. Mana bu qismi bukilov. Buni ochganimizda orqa butun, tikuvchi bo'lmaganlar uchun aytib ketyapman. Buni ochganimizda oldi butun chiqadi. Endi buni qanaqa qilib o'zgartiramiz degan savolga avval buni qiyib olaman. Avvalambor qiyib olaman. Chiroyli qilib, tekis qilib qiyib. Pro'ymalari ham chiroyli chiqdi. Sizlar agar klientinglar qomati o'rtacha bo'lsa, misol uchun standartga tushadigan bo'lsa, bel uzunligining 2dan biri, pro'yma uzunligiga to'g'ri kelaveradi. Meni klientim to'lachadan kelganligi uchun qo'lini yuqori bilak qismlari semiz bo'lganligi uchun menga to'g'ri kelmaydi. Shuni bilganim uchun men 2 sm yana tushdim. Asadbek o'chir. Buni yo'q olib turamiz. Yo'q, buni emas, telefonning ovozini. Eshitmaydim. Oldini ham chiroyli qilib, qizlar, agar bunaqa lineykalar bo'lmasa, o'zingizlar ham bemalol chizib olishinglar mumkin. Menda bunaqa lineyka yo'q. Prosta lineyka qulaylik uchun, qo'lingizni 2-3 marta chiroyli qilib chizgandan ko'ra, lineykangiz bo'lsa, chiroyli tumaloq joyini boshqa figurada bo'lsa ham qo'yib chizib ketish uchun. Qulaylik uchun, ishimizni osonlashtirish uchun bu. Mana. Bu oldimiz. Bu yerda yana bitta bo'ladi. Endi orqa qismimiz. Eng oddiydan ham oddiysi. Meni inshaalloh niyatim tikuvchi bo'lmagan ayol qizlarimiz ham xuddi hali har bir oilada, har bir ayol ovqat qilishni bilishi, misol bilmasligi fojia emas, lekin bilgani yaxshi-yu, to'g'rimi? Bilishi zarur bo'lganidek, tikuvchilikni ham bilishi zarur deb o'ylayman. Bu mening fikrim, mening shaxsiy fikrim. Shuning uchun mana shunaqa holatlarda uyda o'tiradigan onalarimiz, balki ishdagilar, balki o'zini ichida juda ham o'ziga nimadir tikishni xohlaydi, lekin qila olmaydi-da. Mana shular uchun ko'rsatishni xohlayman men. Mana bu kirib ketib qolibdi qizlar, men o'zi chiqaryapman mana qiyish davomida. Bunisi noto'g'ri, qiygan joyim to'g'ri. Va beliga ham kiryapman. Xohlasanglar kirmanglar. Men jicha kirishsam chiroyli chiqadi. Men nazarimda endi ayollarga. Men Moskvaga hech qachon kiraman. Bu jins. Demak, qizlar,
Qaranglar, yaxshilab yetib olib beramiz. Orqa yarim va oldi yarim. Mana. Oldini ochganimizda butun, orqani ochganimizda o'zi normalniy katta chiqyapti. Lekin bu kam. Bunga qo'shimcha qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? O'zgartirishni sizlarga o'rgataman. Oddiy asos andozadan boshqa narsaga aylantirishni uslublarini o'rgataman sizlarga hozir. Buning uchun bizga yana millimetrovka qog'ozlarimiz kerak bo'ladi. Mana. O'zgartirishni oldidan boshlayman. Qaranglar. Qanaqa qilib o'zgartmaslar ko'rinish uchun men teskari tarafni qo'yib beraman. Chiroyli qilib skotchlab chiqaman. Skotchlab kelib olaman. Birinchidan bu juda ham oson narsa. Ikkinchidan siz o'z qo'llaringiz bilan tikib bergan narsangiz farzandingiz uchun ham, o'zingiz uchun ham buni anaqasi boshqa bo'ladi. O'zingiz qilganingiz undan boshqa narsa. Kilolab olishinglar mumkin. Shuni menga kimdir o'z berib turar edi. Ishda bo'lganimda shogird qizlarim. Endi yo'q. Shu yerda yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Buni yelka qismiga ham ulaymiz. Qanchalik kiyimimiz, bunday yoqqa qo'yasizlar yaxshiroq ko'rinish uchun. Qanchalik kiyimimiz kengaygani sari yelka qiyaligimiz shunchalik kaltalashadi. Sababi keng uslubdagi liboslar yopishib turmaganligi uchun. Qanchalik qomatimizga kiyim yopishib tursa, yelka qiyaligi shu darajada tushadi. Iloji bo'lsa o'lchab olib tushsanglar, yana ham juda ham chiroyli chiqib beradi. Demak, bu meni birinchi tayyorlaganim klientimning qomatiga loyig'i va endi men buni kengaytiraman, o'zgartiraman. Qanaqa qilib o'zgartiraman? Flomasterda qilamiz, sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Birinchidan bizning yelkamiz, klientimizning yelkasini sizlarga o'rgatganman, antropometrik nuqtalarimiz bor. Tanamizni, qo'limizni bir-biriga ulangan, oyog'imiz ulangan joylar degan. Xuddi mana shu yelka suyagimizdan to'g'ri keladi bu. Endi biz uni yelkadan ozgina tushiramiz. Misol uchun men tushiraman 2 sm. Mana shunga o'rganib olmayman-da men. O'rganib olish degan narsa yomon bo'ladi, bilasizlarmi? Xo'p, tushdim 2 sm va shu bilan birgalikda 0,5 sm ko'taraman. Kenglik haqqiga men ko'taryapman. Mana, 2 qo'shdim. Endi biz kengligiga ham yana qo'shamiz. 2-3 sm qo'shib yuboraman. 3 sm qo'shganimdan keyin avtomatik promen pastga tushadi. Kengayligini albatta tushadi. Avval birinchi kengaytirib olaman, undan keyin bu yog'iga tushib ketaveramiz. Men 2,5 sm qo'shaman. Menimcha 2,5 sm normalniy. Qizlar mana qaranglar, hamma yog'iga 2,5 sm dan qo'shib ketyapman. Futbolkani etak qismi keng bo'lmaydi qizlar, bilasizlar. Bu futbolka ko'ylar emas. Mana. Ko'rdingizmi? Xuddi mana shuni endi chizib olamiz. Oddiy narsani mana tasavvur qilinglar. Bu qomatni o'zi bu kenglik haqi tashlab turadigan joyi. Biz ham oson, faqat shuni his qilib ko'ringlar, yashirmazda. Qiyinchiligi yo'q demoqchiman. Qiynalmaysizlar, umuman. Bu yog'ini ham bitta kirib qo'yaylik. Ana chunki bel kirib, ozgina beldan kirib, undan keyin bo'ksa tarafga qaragan tashqari chiqadi. To'g'rimi? Odamning qomatini biz ko'chiramiz. Demak, endi 2 sm chiqqanimizda pastga ham 2 sm tushaman. 2 sm tushaman va yelkadan tushganligim hisobiga endi shunchaki qo'limda mana bu oldi kengliklardan ham chiqib ketaman. Mana, ko'rdinglarmi? Mana. Tasavvur qilinglar, bu yelka, bu yoq qo'l, futbolkada chicha qo'l tarafga o'tib bemalol turish haqqini beryapmiz. Oddiy narsa. Bu yoqqa plus qo'shdim. Adashib ketmas uchun 2,5 sm va past tepadan pastga tushdim 1,5-1,7 tushibman qizlar. 1,7 sm raqam tushibman. Mana bir o'lchab qo'yaman. Yo'q, 1,5 ekan. 1,5 tushibman. O'lchab. Mana. Demak, biz futbolkani kattalashtirdik. Endi mana shu yerda o'zida futbolkamizni mana bu joyda ribana degan narsasi bo'ladi, ya'ni rezinkasi bo'ladi. Mana shuni hisobini olib ketaman. Yo'q, keyin qilamiz, buni hozir chalg'itmayman. Demak, bo'ldi. Oddiy. Kesib olamiz. Mana shuni birato'la qilib ketsangiz bo'lmaydimi? Gulnoz opa deganlarga bo'ladi. Men birato'la qilib ketaveraman. Lekin sizlar uchun bu tushunarsiz bo'lib qoladi. Men sizlarga vaqtini sarflab o'rgatganimni, sizlar eng qimmatli narsalar vaqtinglarni menga sarflab ko'rganinglarga nima deydi, bu uvol bo'lib qoladi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men erinmasdan aniq qilib beraveraman. Lekin men uchun ham shunisi qandaydir udobniy. Adashmayroq qilaman. Demak, mana bizga endi tayyor andoza. Lekin bunda chak haqqi yo'q. Faqat pribavka.
Va mana shu holatda turganda ham menga qizlar, men shunaqa nima deydi, impulsam juda ham anaqa, bu tajribadan kelib chiqadi. Tikuvchilar juda ham yaxshi biladi. Nazarimda pro'yma kaltaga o'xshayapti. Nazarimda men klientimga yopishib qoladiganga o'xshayapti. Uni keyin ishlaymiz buni. Jicha o'yishim mumkin. Klientim mana shu qo'ltiq ostida yerlar juda ko'pda. Shuning uchun ko'p har xil qomat bilan ishlayverganinglardan keyin shuni buni his qilib qolasizlar. Buni etagiga to'g'rilab qo'ya qolaman. Xohlasa orqamizni ham oldiga o'xshatib kengaytirib olamiz. Yelkasi uchun ham qo'shamiz. Ana qizlar, endi oldi qismimizga qancha kenglik haqqi qo'shgan bo'lsak, bunga ham xuddi shunaqa qilib bir xil qilib qo'shib olamiz. Demak, oldimizga 2,5 sm kengligiga qo'shganmiz. Buni ham 2,5 sm dan qilib qo'shib ketamiz. Mana. Oldiga kamroq, orqaga ko'proq qilib qilmaydi qizlar, bir xil bo'lishi kerak. Keyin orqaga, oldiga yonchoq o'tib ketib qoladi-yu, mana shundan bo'ladi qizlar. Chizib olamiz. Narsalar to'playapman. Bo'ksadan past to'g'ri chizib ayollar qomatini yon qismini ko'z oldimizga keltiramiz. Xo'p, yelkamizga qo'shimcha 2 sm qo'shganmiz. Mana 2 sm davom ettirib qo'yamiz va 0,5 sm ko'taramiz. Va pro'yma chuqurligiga ham 1,5 sm tushganmiz. Chiroyli qilib kesamiz. Shu qilib o'chab ketamiz qizlar. Mana oldi bilan orqamizni bir xil yo bir xil emasligini tashkil bir xil ekan. Chunki yonchoqda ulaganimizda agar tikkanimizda mana shuni biz o'sha andozda o'lchadiga teng qizlar. Men ko'p o'zimizda shogirdlar chiqarib tajribalarim, men qizlar xatosini ko'p bilaman. Tikishganda uzun kalta kelib qoladi-yu, mashinkada zilchi tishib qo'yadi-da ular. Bularkalab tikib, yo qo'lda tikib tikinglar yangiligida desangiz erinishadi-da, sirazi tikadi. Bu cho'ziladigan material bo'lgani uchun uzun kalta bo'lib qoldi. Bo'laveradimi, dazmolda to'g'rilab olamiz. Yo'q deyman, sababi bu andozada teng bo'lgandan keyin bu tikishda xato bo'ladi. Agar bu ikki xil bo'lsa, shunaqa chiqsa mayli, bu to'g'ri. Lekin mana qizlar, qanchalik darajada kengayganini ko'ramiz hozir. Tasavvur qilamiz. Qarang, mana yerdan yozib qo'yamiz. Buklov. Bu simmetrik, asimetrik deb bu haqda dars tayyorlaganman, qo'yganman YouTube kanalimda qizlar. Qaranglar. Bu yerda oldini o'rtasi, tanani o'rtasi, ko'krakning o'rta qismi. Bu orqani o'rta qismi. Endi bu buklov ochamiz. Qarang, bu yerda 2,5 sm. Ochganimiz yo'q 2,5 sm. 5 sm. Orqada ham xuddi shunaqa 5 sm. Endi bizni klientimizda 10 sm tanasiga yopishmasdan tana bilan kiyim orasida 10 sm bo'shliq bor. Shu darajada keng. Agar siz mana shundan ham kattaroq, kengroq qilmoqchi bo'lsangiz, qo'shimchani kattaytiramiz. Agar yo'q, ozgincha qanaqa
yopishgan, yarim yopishgan keng uslubdagi ketadi. Xuddi shunga o'xshab kenglikda ham darajasi bor. Agar siz bu darajada keng bo'lmasin, sal holi tursa bo'ladi. Siz buni 2,5 emas, 2, 1,5 santimetr qo'shishingiz mumkin. Demak, bu qo'shimchamiz qomat bilan kiyimni orasidagi bo'shliq, kenglik, nafas olish uchun. Demak, bizniki tayyor. Endi yeng ham o'zgartirish kiritamiz. Sababi biz yelkadan pastga tushib ketyapmiz. Endi yeng bilan ishlaymiz, ko'ryapsizmi? Hop, qo'yamiz. Tayyor. Yerga qo'yamiz. Yeng tayyorlaymiz. Yeng tayyor andozadan foydalanishgan bo'lar edi. Mayli, boshdan chizib beraman. Eng oson yengdan qilib beraman. Meni klientimda bilak aylanasi 36 chiqdi. Buni ham kengaytirishni tushuntirib ketaman. 36 sm 4 sm doimiy kenglik haqi qo'shib beraman. Bu 40 bo'ladi. Qizlar yaxshilab e'tibor berib turamiz. Yeng andozasi bu ham. Mana 3 sm qo'yaman. 39 qalamda qilay. 39 sm. Yeng uzunligimiz 25 sm. Yo, kaltaroq qilayman. Uzun bo'lsa ham xalaqit beradi qizlar. Sal ixchamroq bo'lsin 22 sm deb olaman. Va buni to'rt burchak qilib chizib chiqaman. Oddiy yeng andozasi qizlar, bu ham ko'p ishlanadi. Hop, endi akat balandligini 15 ga olaman. Bu hisob kitoblardan chiqarib, hozir sizlarga uni alohida dars qilib tushuntirib beraman. 15 sm akat balandligi va buni o'rtasini topib olasiz. 39 da o'rtasi 40 bo'lganda 20 bo'ladi, 19,5 bo'ladi. Mana xuddi akat degan tom qismi degan xuddi tom tayyorlab olamiz. Yeng kengligini o'rtasini topib oldim va akat balandligidan o'rtadagi markazga qaratib chiqarib oldim. Endi buni qizlar 4 qismga bo'lib chiqamiz. Xo'p. 12 6,1. Bu ham shunaqa. 12 dan 12 3 4 bo'lyapti. 6,1 qilib belgilayman. O'rtasi. Buni naglas qilsanglar ham bo'ladi qizlar. Endi tomini tayyorlab olamiz. Bu yerdan 90 gradusda, mana bu 90 gradusda bo'lsa, mana 1,5 sm chiqamiz. Oldi qismi bu. Bu yerdan 0,5 sm chiqamiz va bu yerdan 1 sm kiramiz. Buni tutashtiramiz. Xo'p, men linikada tutashtiraman. Linikada menga yaxshi. Qaranglar. 0,5 ga olib keldim va bu yog'ini ham men ham tushmayapti. Qo'lda qo'raman. Oldi. Orqa qismimiz, bu yerimizga biz chiqqan 1,5 santimetrimizni orqaga 2 santimetr chiqqanda 90 gradus bo'lsin. To'g'ri kelgan joydan qo'ymaysizlar qizlar. Mana bu chiziqqa nisbatan 90 gradus bo'ladi. 2 santimetr. Maydan 0,5 o'rniga 0,2 bo'ladi. 0,7 santimetr qilamiz. Va buni ham mana. Nimaga orqa balandroq, oldi sayozroq bo'ladi deganda, qo'limizni aytganman, mana qo'limizni oldi qismida go'sht yo'q qismimiz bo'lmaydi. Sababi oldiga doim harakatlanganligi uchun, lekin orqa qismida bo'ladi. Shuning uchun orqaga haq berib ketishimiz kerak deb aytamiz. Va tag qismi 1 santimetrdan ozgina ichkari kirgizib qo'yamiz. Futbolka yopishmaydi. Mana qizlar, yengimiz tayyor. Va buni ham hozir o'zgartirishni ko'rsatib o'tib ketaman. Sababi Asadbek agar asos o'zgartirsak, yengimiz o'zgartirmasak, unda bir-biriga tushmaydi.
yozib qo'yamiz. Orqa, mana sentr. Mana qizlar yengimiz tayyor. Endi qaranglar, nima qilamiz? Endi hozir 1 minutni videoga qarab qo'ying. Xo'p, olinyapti ekan. Endi nima qilamiz? Endi asosimizga qaraymiz. Qanaqa o'zgartirish kirgizganimizga. Buni olib turaman. Shunda hamma narsa ko'payib ketib qoladi. Xo'p, kengligiga 2,5 sm qo'shganmiz. Chuqurligiga 1,5 sm tushganmiz va tepadan 2 sm tushganmiz. Endi qanday qilamiz? Buni qanday o'zgartirgan bo'lsa, xuddi shunaqa o'zgartirib chiqamiz. Sizlarga osonroq bo'lishi uchun men shunday holatga yopishtirib qo'yaman. Sizlar yon qismlarni o'zlariga yopishtirsanglar bo'laveradi. Vaqtdan yutish uchun qizlar qaranglar. Yengimiz mana bu yerda turibdi. Mana nimamizda ko'rinib turaveradi. Agar sizlar ko'rinmayotgan bo'lsa, mana ko'rsatib chizib beraman. O'zi qanday holatdaligini biz ko'chimizda ko'rinaveradi bemalol. E'tibor beramiz qizlar. Ikkala tarafga 2,5 sm dan qo'shamiz. Sababi mana bu joyga qo'shganligimiz uchun. Bu yoqqa qo'yay, ko'rinmay qolmasin. Ketdik. Mana 2,5 sm qo'shib olaman. Bu tarafga ham kengligiga qo'shdik. Agar shu holatda qilsa, bir-biriga tushmay qoladi. Xuddi matematikada bu